Bir hafta savdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 mashinasi 2019-yil 173 ming kilometr masofani bosib o'tgan 4-piyesa avtomat korobkasi bo'ladi. Akalar, mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan. Yangi balolarga qo'yib qo'yishdi, balolar ham zo'r holatda. Salon qismini ko'rsatib chiqsam, salonlar ham zo'r holatda turibdi. Tablo ashina qilingan 173 ming provek, Mercedes Deflector mashinaga yaxshi qimmat chexoliga ko'rdan ko'rilib solingan. Yaxshi magnetofon kolonkalarga ham qo'yilgan. Captiva zadniy vid polni tomla alkantara qilingan, polni shumkalarga ham qilib qo'yishibdi. Asosiysi pakelini propan gaz balolarga ham uстановka qilingan. Motor, korobka, hadov qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q ekan. O'zini uchun akalar bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olaverasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, akalar bir 30% kraskasi bor ekan. O'zini uchun buni ham bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olaverasizlar. Narxini akalar sizlar olib maza qilib minishing uchun bo'ladigan narxi deyaptilar. $7250 baholandi. $7250 ga 2019-yil minishga tayyor 4-piyesa avtomat korobka Nexia 3 mashinasi.